Sizlarga bitta qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Oldimda 3 ta vilka turibdi, ya'ni o'sha rozetkaga tiqadigan vilka ko'rishingiz mumkin. Birinchisi qo'limda turgani ko'rishingiz mumkin. Zelandiya, Avstraliya, Argentina shu kabi davlatlar shunaqa vilkadan foydalanadi. Hop, o'rtadagi bo'lsa AQSh, Yaponiya, Kanada ishlatadigan vilka. Buni bilsangiz kerak, shu Osiyo davlatlari, ya'ni shu kabi O'zbekiston, Rossiya, bu yoqda o'sha Qozog'iston, har xil davlatlar mana shu vilkadan foydalanadi, jumladan biz ham. Endi bu 3 ta nasatkani mana menga xohlaganinglarni qo'yib ishlatishingiz mumkin. Bu elektronniy lulkamizdan chiqayotgan rozetka, ya'ni shuni to'ka. Aytmoqchi bo'lganim, aynan shu lulka shu aytayotgan davlatlarimiz uchun ham chiqariladi. Juda ham mashhur Ingunity firmasidan aynan shu davlatlar uchun ham ishlab chiqarilgan. Keling, endi shu lulkamizdan ishlatib ko'ramiz. Bu yoqdan yoqiladi. Hop. Oxirgi skosga qo'yamiz. Muzikasini yoqamiz, balandroq qilamiz. Hop, o'yinchog'ini aylantirib qo'yamiz. Jazz mevalari ham bor, timer vaqtlari ham bor. Misol, men ko'rishim mumkin, yarim soat vaqtga qo'ydim. Endi tebratishini qaranglar. Hozir eng baland skorsda turibdi. Sizlar farzandinglar endi tug'ilgan bo'lsa, birinchi, ikkinchi skorslardan foydalanasizlar. Ichlari juda ham yumshoq. Mana to'xtatib turamiz. Mana ichlarini qaranglar. Anaqa yumshoq materiallardan foydalangan. Farzandinglarga yotqizganinglarda shundan quchoqlab oladi, qolipday tushadi. Yana bitta zo'r narsasi, oldida mana bunaqa narsasi bor, bu batareykali. Shuni bosasizlar, bu bundan chiqadi ham. Mana mana shu narsaga batareyka qo'ysanglar, bu farzandinglarga vibratsiya berib turadi, ya'ni mashinada ketayotganda bolalar uxlab qoladi, shunaqa effektni beradi. Buni yana bitta zo'r tomoni shu turishida nomiga joyiga sursanglar 360 gradusga aylanadi. Ya'ni bunaqasida yo'latsa bo'ladi, bunaqasida yo'latsa bo'ladi, tushundinglar?